Qo'rquvlarni qanday yo'qotsa bo'ladi deysizmi? Qo'rquv degani bu Allohga ishonmaslik, qizlar. Mana shunday javob bergan bo'lardim. Потому что Alloh bor joyda qo'rquv yo'q. Qo'rquv bor joyda Allohim yo'q. Tanlov o'zingizdan. Xohlasangiz qo'rquvni tanlang, xohlasangiz Alloh taoloni tanlang. Tanlov erkinligi berilgan hammamizga. Mana shunday bizni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Hamma joyda bizga tanlov erkinligi berilgan. O'zimiz tanlaymiz. Qo'rquvni siz qo'rquvni tanladingiz. Вам это nравится. Hamma narsadan qo'rqib ketaveraman. Mana shunaqa bir nima bo'lsa qo'rqib ketaveraman deb. Может, вы от этого kayfуете. Mana shunaqa odamlar bor. Hozir hech kimga ishonmayman. Oldinlari mana shunaqa qo'rqaveramanda desa, voy bechora qo'rqar ekan deb unga rosa rahmim kelib o'rgatardimda. Qo'rqish kerak emas bu dunyoda debdi. Hozir nimagadir men qo'rqaqman desa, bundoq qaraymanda aytamanki, от чего ты не отказываешься, это твой выбор deydi-ku. Ya'ni nimadan bosh tortmayotgan bo'lsangiz, bu siz tanlovingiz. Siz qo'rquvni tanladingiz. Bu sizning tanlovingiz. Men Allohni tanladim. Bu meni tanlovim. Va to'g'ri qildim.